20 tadan ortiq o'quvchi allaqachon Germaniyaga ketdi. Endi navbat sizniki bo'lishi mumkin. Markaziy Osiyodagi yagona, O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan va prezident Shavkat Mirziyoyev qo'llab-quvvatlagan Profi Deutsch markazi nemis tilini o'qitish bilan birga endi TELK xalqaro sertifikatini olish imkoniyatini ham yo'lga qo'ydi. Bu esa o'quvchilar uchun nafaqat til o'rganish, balki Germaniyada o'qish va ishlash eshiklarini ochmoqda. Bugungi kunda markazda tahsil olayotgan 18 dan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar qisqa muddatda tilni egallab, xalqaro sertifikatlarni qo'lga kiritishyapti. Yana bir muhim yangilik, Markaziy Osiyodagi ilk TELK imtihon markazi Samarqandda ochildi. Bu esa endi chetga chiqmasdan turib ham xalqaro sertifikat topshirish imkonini beradi. Darslar esa haftasiga 3 kun Germaniyada tahsil olgan ustozlar tomonidan TELK metodikasi asosida olib boriladi. Bundan tashqari o'quvchilarga hujjat tayyorlash, intervyuga tayyorlanish va Germaniyada o'qish yoki ishlash bo'yicha to'liq yo'l-yo'riq ham beriladi. Markaz yaqin orada Toshkent, Farg'ona, Buxoro, Xorazm va Qashqadaryoda ham faoliyatini kengaytirishni rejalashtirmoqda. Videoni nemis tilini o'rganib, Germaniyaga borishni maqsad qilgan tanishlaringizga jo'natib qo'ying.